sizdan ketmoqchi bo'lgan erkakni qo'yib yuboring. Ko'p ayollar har xil yo'llar bilan olib qolishga harakat qiladi u erkakni. Qaynona qaynotasiga shikoyat qiladi. Uni qanaqa qilib bo'lmasin erkakni olib qolgisi keladi hayotida. Farzandlarim bilan ushlab qolaman deb o'ylaydi. Lekin u erkakni tanlovi, u ayoldan ketadigan holatini o'sha tushunib yetgan u erkak. Lekin u ayol olib qolishi noto'g'ri. Nimaga? Chunki sababi uni shaxsiy mulki emas birinchidan. U ayol ruhan o'smagan bo'ladi. Ruhan o'sgan ayol samatsenkasi oshgan, o'ziga ishongan ayol bo'ladi va u erkakni olib qolishga harakat qilmaydi birinchidan. O'zini holatini o'zgartirish uchun harakat qilib ko'radi. Unga qulay bo'lishga harakat qiladi. Hattoki ayollar bor shunaqa tiz cho'kadi u erkak ketmasligi uchun. Men noto'g'ri deb bilaman. Sababi uni ruhiyatida rivojlanmagani uchun, samatsenkasini ko'tarmagani uchun, kamchiliklari bo'lgani uchun, ayollik energiyasi bo'lmaganligi uchun ushlab qola olmaydi u erkakni. Demak, u erkak ketayotganda ko'p ayollar tushkun holatga, stresslarga tushib qolamiz. Lekin shu narsada anglash kerakki, demak, u erkak u ayolni tanlamayaptimi? Demak, u ayol o'sadigan davri keldi va dars olish kerak bu jarayondan. O'zini shaxsiy rivojlanishga va ruhiyatini o'stirishga va samatsenkasi bilan ishlasa, unga shunaqa katta imkoniyatlar borligini tushunib yetadi va u ayol undan-da yaxshi erkakka loyiqligini tushunib yetish kerak. Agar siz ham shaxsiy rivojlanishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling, kommentariyada rivoj so'zini yozib qoldiring.